Ko'pchilik jigar muammosidan qiynalib yuribdi-da. Jigarimda muammo bor, o't qopimda dimlanish bor. Aka, nima qilsam bo'ladi deganlar uchun uy sharoitida oddiy retsept. Qarang. Mana shu rastarovchi urug'i qush qo'nmas deyiladi o'zimizning tilga, tushunmaganlar uchun rastarovchi ruschasiga. Mana bu qarang. Besmertlik o'ti. Besmertlik. O'lmas o'ti deyiladi bu. Tabiiy davo. Besmertlikni olasiz, 4 ta donasini 1 litrga bankaga damlaysiz, xohlasangiz termizga damlab qo'yasizda, bir bo'lak novot bilan damlab qo'yib, ovqatdan keyin har kuni 3 mahal, 4 mahal ichaverasiz. Rastarovchini nima qilamiz deganlar uchun rastarovchini maydalaysizda, ertalab och qoringa 200 gram qaynagan suvga solib, marlidan o'tkazib, har kun och qoringa ichaverasiz. Rastarovchi jigaringizni tozalaydi, o't qopi dimlanishini oladi. Besmertlik yuvib tashlaydi organizmni. Pochkada muammo bormi, tuz bormi, qum bormi, tosh bormi, barchasini tushirib yuvib tashlaydi. O't qopini dimlanishini oladi. Organizmni ichidan tozalaydi. Mana shu ikkita retseptni bitta sinab ko'ring. Xudo xolasa menga rahmat deb kommentariyaga yozib ketasiz.